Cobalt avtomobil, bunisiga metan, bunisiga propan. O'zi nima uchun bu avtomobillar sraz nomerdan oldin propan yoki metan qo'yish kerak? Shu haqida ma'lumot. Agarda siz nomer qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, yana qaytadan texpasportda almashtirib, yana GB urdirishingiz shart bo'ladi. Shuning uchun nomerdan oldin salafan holatda propan yoki metan qo'yishlikda taklif qilib qolamiz. Va endi programmasini zo'r qilsangiz, avkatga kerak bo'lmaydi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, benzinni avkatga qilish kerak. YouTube orqali qaytarib o'tamiz. Programmani joyida qilsangiz, ideal yuradi. O'sha programmaning proshibkalari bizda mutlaqo bonus, pultda zavodiyash qilish bonus. Cobalt avtomobiliga ortiqcha xarajat qilib o'tirsa, bagaj ochishni ham bonus qilib beramiz. Foydalanib qoladigan joyi, aytaylik 100 ming so'm pul bilan bu Cobalt avtomobili 300 kilometr yuradi, 130 ming so'm pul bilan shu kilometrajda Cobalt avtomobili propanda yurib o'tadi. Har qanday avtomobillarga 4-paketdan skidka narxda Cobalt avtomobiliga 4 million 200 ming so'mga metan, 3 million 200 ming so'mga propan. Aksiyamiz vaqtlari chegaralangan, ulgurib qoladigan joyi. Bu videoni qayerda ishonchli sifatli propan yoki metan qo'ysam bo'ladi deb yurganlarga yuborib qo'ying. Bu tomonda ham Monza mashinamiz tayyor bo'lyapti. Sirdaryo metangizdan uzoqlashmang. Propan va metan bo'yicha nomer 1.